Eron Isroildagi harbiy bazalar va razvedka obyektlarini nishonga oldi. Rossiya Eronga ilg'or dron taktikalari bilan yordam bermoqda. CNN Eron dronlari Iroq sohillaridagi ikkita tankerga hujum qildi. Gaz zaxiramiz 2 kunga yetadi. Eron urushi sabab Hindiston restoranlari yopilishi mumkin. Eronga qarshi harbiy amaliyot. AQSh 6 kunda 11,3 milliard dollardan ortiq mablag' sarfladi. Xitoygacha yetib boradi. Yaponiya uzoq masofali raketalar joylashtirdi. Endi esa batafsil. Ro'za oyida nega vulkan mahsulotini iste'mol qilish kerak? Chunki organizm tozalanish mobaynida vulkan mahsuloti ta'sirlari boshqa oyga nisbatan kuchliroq va tezroq bo'ladi. Prostatadagi yallig'lanish, achishish, og'riq, peshobga tez-tez qatnash va jinsiy zaiflikni samarali davolaydi. Xabarlar o'z nomidan qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmalarga ega bo'ling. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Eron Isroildagi harbiy bazalari va razvedka obyektlarini nishonga oldi. Harbiylar Isroil Eronga yana bir keng ko'lamli hujumlar uyushtirilishini e'lon qilgan bir paytda Shin Bet shtab-kvartirasi va Palmachin va Ovdaviya bazalariga zarba berganini da'vo qilmoqda. Eron harbiylari AQSh Isroil urushi va Tehronning mintaqa bo'ylab qasos olish harakatlari 3-haftaga yaqinlashayotgan bir paytda Isroil harbiy bazalari va Shin Bet ichki xavfsizlik xizmatini nishonga olganini ma'lum qildi. Sionist rejimning Palmachin va Ovdaviya bazalari, shuningdek Shin Bet shtab-kvartirasi Eron Islom Respublikasi armiyasining dronlari tomonidan nishonga olindi. Deyiladi harbiylar payshanba kuni davlat televideniyasi orqali e'lon qilingan bayonotda. Isroil hali Eron harbiylarining da'volariga izoh bermadi. Isroil Eronda mamlakatga qarata ko'proq raketalar uchirilganini aniqlaganini aytdi. Quddusda raketa haqida ogohlantirish signallari yangradi va Isroil harbiylari yaqinlashib kelayotgan o'qni to'xtatishga urinayotgan paytda portlashlar eshitildi. Rossiya Eronga ilg'or dron taktikalari bilan yordam bermoqda. CNN chorshanba kuni xabar berishicha, Rossiya Eronga dron taktikasi bo'yicha aniq maslahatlar bermoqda. Bu avval xabar qilinganidan ko'ra murakkabroq qo'llab-quvvatlash belgisidir. Garchi Tramp ma'muriyat rasmiylari ma'lumot almashish haqidagi da'volarni ahamiyatsiz deb hisoblashga harakat qilishgan bo'lsa ham, umumiyroq qo'llab-quvvatlash endi ko'proq tashvishga solmoqda. Jumladan Rossiya Ukrainada nishonga olish strategiyalari, dedi G'arb razvedka xodimi SNNga ismini oshkor qilmaslik sharti bilan. Amaldor Rossiyaning Eronga taktik yordami hajmini aniqlashtirishdan bosh tortdi. CNN xabari o'tgan hafta The Washington Post nashriga Rossiya Eron bilan maxfiy razvedka ma'lumotlarini, jumladan Yaqin Sharqdagi AQSh harbiy kemalari va samolyotlarining joylashuvini baham ko'rayotgani haqida ma'lumot bergan manbalardan so'ng paydo bo'ldi. Kreml bu xabarlar haqidagi savollarga javob berishdan qochdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya Eron rejimini dronlar bilan qo'llab-quvvatlay boshlaganini aytib, Moskva albatta raketalar bilan yordam berishini va hatto mudofaasida ham yordam berayotganini da'vo qildi. Ukraina shuningdek Yaqin Sharqdagi mojaroning avj olishida o'zini ko'rsatishga harakat qildi va AQSh va Isroil hujumlariga javoban Eronning dron hujumlarini qaytarishga yordam berish uchun Fors ko'rfazi mamlakatlariga havo mudofaasi mutaxassislarini yubordi. Eron dronlari Iroq sohillaridagi ikkita tankerga hujum qildi. Xorijiy kompaniyalarga tegishli ikkita tanker o'qqa tutilishi ortidan yonib ketdi, deya xabar berdi Shafaq News portali. Hodisa Kuvayt bilan chegarada joylashgan strategik ahamiyatga ega Barsa porti yaqinida qayd etilgan. Taxminlarga ko'ra, kemalar AQSh bilan bog'langan bo'lishi mumkin, deya ta'kidladi jurnalistlar. Iroq rasmiylari bu ma'lumotga hozircha rasman izoh bermadi. Keyinroq kemalardan 25 nafar ekipaj a'zolari muvaffaqiyatli evakuatsiya qilingani ma'lum bo'ldi. Qutqaruvchilar portlashlardan so'ng darhol voqea joyiga yetib kelishdi. Hujumni Eronning dengiz dronlari amalga oshirdi. Iroq yaqin oradagi portlarda neft yuklash va eksportni to'liq to'xtatdi. Mamlakat hukumati hujumni qoraladi, lekin neytrallikni saqlab, mojaroga qo'shilmaslikka harakat qilishini bildirdi. Gaz zaxiramiz 2 kunga yetadi. Eron urushi sabab Hindiston restoranlari yopilishi mumkin. Eron atrofidagi urush tufayli yuzaga kelgan suyultirilgan neft gazi taqchilligi Hindiston umumiy ovqatlanish sohasini inqiroz yoqasiga olib keldi. Mamlakat bo'ylab restoran va mehmonxonalar yonilg'i yetishmovchiligi sababli o'z faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lishi mumkin. Bu haqda The Independent xabar qilgan.
Ta'kidlanishicha, taqchillik bevosita Eron, AQSh va Isroil o'rtasidagi urush oqibatida Fors ko'rfazi hamda Hormuz bo'g'ozida kemalar harakati cheklangani bilan bog'liq. Yaqin Sharqdagi urush energiya resurslari narxini ko'tarib, transport xarajatlarini oshirib yubordi. Bu esa Qatar va Saudiya Arabistoni kabi yirik gaz ishlab chiqaruvchilarining eksportiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Suyultirilgan neft gazi ikkinchi yirik importchisi bo'lgan Hindiston o'tgan haftada favqulodda choralarni ishga soldi. Hukumat mahalliy neftni qayta ishlash zavodlariga ichki iste'mol uchun ishlab chiqarishni ko'paytirish majburiyatini yukladi. Biroq bu chora ovqatlanish sohasini yetarli miqdordagi gaz bilan ta'minlashga hali natija bermadi. Hindiston neft vazirligi soha vakillarining murojaatlaridan so'ng restoran va sanoat korxonalariga gaz yetkazib berish masalasini ko'rib chiquvchi maxsus panel komissiya tashkil etdi. 2 kunlik zaxiramiz qoldi. Hindiston bo'ylab 100 dan ortiq shoxobchasiga ega Kaliforniya Burrito ovqatlanish tarmog'i asoschisi Bert Muller vaziyat jiddiyligini ta'kidladi. Bizda atigi 2 kunlik gaz zaxirasi qoldi. Hozirda favqulodda rejalar ustida ishlayapmiz. Gazni tejashga va ba'zi do'konlarimizga induksion plitalar o'rnatishga majbur bo'lyapmiz. 500 milliondan ortiq restoranni birlashtirgan Hindiston Milliy restoranlar assotsiatsiyasi hukumatga yo'llagan maktubida har qanday uzilish ommaviy yopilishlarga olib kelishini ma'lum qildi. Mamlakatdagi mehmonxonalar va restoranlar federatsiyasi ham rasmiylardan yordam so'ramoqda. Eronga qarshi harbiy amaliyot. AQSh 6 kunda 11,3 milliard dollardan ortiq mablag' sarfladi. AQSh Eronga qarshi harbiy amaliyotning dastlabki 6 kuni uchun 11,3 milliard dollardan ortiq mablag' sarfladi, deya xabar bermoqda The New York Times. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, AQSh Kongressi a'zolariga taqdim etilgan hisob-kitoblar faqat ayrim asosiy harbiy xarajatlarni o'z ichiga oladi. Shu sababli kompaniyaning birinchi haftasi uchun yakuniy xarajatlar bundan ham sezilarli darajada ko'proq bo'lishi mumkin. Bunga ayrim qo'shimcha xarajatlar, xususan logistika ta'minoti, qo'shinlarni joylashtirish va boshqa harbiy operatsion sarf xarajatlarining barchasi to'liq kiritilmagan. AQSh ommaviy axborot vositalarining yozishicha, Pentagon rasmiylari avvalroq Kongressga urushning dastlabki 2 kunidayoq taxminan 5,6 milliard AQSh dollarlik o'q-dorilar sarflagan haqida ma'lumot bergan. Bu raqamlar avvalroq jamoatchilikka taqdim etilgan taxminiy hisob-kitoblardan ancha yuqori ekani ta'kidlanmoqda. Tahlilchilarga ko'ra, harbiy amaliyotda yuqori aniqlikdagi raketalar, qanotli raketalar va boshqa zamonaviy qurollardan faol foydalanilayotgani xarajatlarning keskin oshishiga sabab bo'lmoqda. Xitoygacha yetib boradi. Yaponiya uzoq masofali raketalar joylashtirdi. Yaponiya Xitoy Xalq Respublikasi hududigacha yetib borish imkoniyatiga ega bo'lgan uzoq masofali raketalarning birinchi partiyasi joylashtirilganini e'lon qildi. Bu haqda Kyodo xabar qilgan. MHI mudofaa giganti tomonidan ishlab chiqilgan va modernizatsiya qilingan Type 12 yer kema sinfidagi kompleksining masofasi dastlabki 200 kilometrdan 1000 kilometrgacha oshirilgan. Bu Yaponiya zarba berish vositalarini prinsipial jihatdan yangi operativ darajaga olib chiqadi. Mart oyi oxiriga qadar raketa batareyalari janubi-g'arbdagi Kumamoto prefekturasida joylashtiriladi. Kelasi yil esa raketalar Tokiodan g'arbdagi Shizuokada paydo bo'ladi. Rasman Yaponiya o'z mudofaa qobiliyatini mustahkamlash dasturini amalga oshirmoqda. Biroq Pekinda bu harakatlar boshqacha baholanmoqda. Xitoy Mudofaa vazirligi rasmiy vakili Yan Bin ogohlantirish bilan chiqdi. Agar Yaponiya Xitoy suvereniteti va xavfsizligiga tajovuz qilishga jur'at etsa, u muqarrar ravishda keskin zarbaga duch keladi va qaqshatqich mag'lubiyatga uchraydi. Ritorikaning keskinlashuvi mintaqada o'sib borayotgan taranglikni aks ettiradi. Bu yerda qurollanishni oshirish bo'yicha har bir qadam qarama-qarshi tomonidan mojaroga tayyorgarlik sifatida qabul qilinmoqda, deb qayd etadi harbiy tahlilchilar.